Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz yosh o'qituvchi logopedning logopedik mahoratga o'rgatish maxsus metodikasini takomillashtirishda muloqotning ahamiyati. Reja. Birinchi reja. Yosh o'qituvchi logoped faoliyatida muloqot tushunchasi va uning pedagogik psixologik asoslari. Ikkinchi, logopedik mahoratni shakllantirishda samarali muloqot kompetensiyalarining ahamiyati. Uchinchi, yosh o'qituvchi va logopedlarni tayyorlashda muloqotga yo'naltirilgan maxsus metodikalar. To'rtinchi, logoped, bola, ota-ona, mutaxassislar o'rtasidagi muloqotni takomillashtirish mexanizmlari. Muloqot bu shaxslar o'rtasida axborot almashish, o'zaro ta'sir ko'rsatish va bir-birini tushunish jarayonidir. Logopedik faoliyatda muloqot nafaqat bilim va ko'nikmalarni yetkazish vositasi, balki korreksion ta'limiy jarayonning asosiy mexanizmi hisoblanadi. Ayniqsa, yosh o'qituvchi logoped uchun muloqot kasbiy mahoratni shakllantiruvchi yetakchi omillardan biridir. Logoped bolalar bilan ishlash jarayonida ularning nutqiy, psixologik va emotsional holatini inobatga olgan holda muloqot olib boradi. Shu sababli logopedik muloqot oddiy pedagogik muloqotdan farq qilib, terapevtik, rag'batlantiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi xarakterga ega bo'ladi. Pedagogik nuqtai nazardan muloqotning ahamiyati. Pedagogik jihatdan muloqot o'qituvchi logoped faoliyatida quyidagi vazifalarni bajaradi. Birinchi, ta'limiy axborotni aniq, tushunarli va moslashtirilgan shaklda yetkazish. Bolaning nutqiy faolligini oshirish. O'quv mashg'ulot jarayonida ijobiy psixologik muhit yaratish. Bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini shakllantirish. Individual yondashuvni ta'minlash. Psixologik nuqtai nazardan muloqotning o'rni. Psixologik jihatdan muloqot shaxslararo munosabatlarni rivojlantiruvchi omil bo'lib, logopedik jarayonda quyidagi funksiyalarni bajaradi. Emotsional aloqa bolaning qo'rquv, ishonchsizlik va tashvishlarini kamaytirish. Motivatsion ta'sir bolaning mashg'ulotga qiziqishini oshirish. Regulyativ funksiya bolaning xatti-harakatini boshqarish va to'g'ri yo'naltirish. Diagnostik ahamiyat bola ruhiy holati va nutqiy muammolarni chuqurroq anglash. Logopedik faoliyatda muloqot turlari: verbal muloqot, noverbal muloqot, terapevtik muloqot va pedagogik muloqot. Logopedik mahorat bu o'qituvchi logopedning nutq buzilishlarini aniqlash, tahlil qilish, tuzatish va rivojlantirishga qaratilgan kasbiy bilim, amaliy ko'nikma, tajriba va shaxsiy fazilatlar majmuidir. Ushbu mahoratning shakllanishida samarali muloqot kompetensiyalari muhim o'rin egallaydi. Muloqot kompetensiyasi bu shaxsning turli vaziyatlarda verbal va noverbal vositalardan o'rinli foydalanib samarali aloqa o'rnatish qobiliyatidir. Logopedik faoliyatda bu kompetensiya terapevtik ta'sir, pedagogik samaradorlik va psixologik qo'llab-quvvatlash vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Samarali muloqot kompetensiyalarining logopedik faoliyatdagi vazifalari. Logopedik jarayonda muloqot kompetensiyalari quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi. Bola bilan ishonchli munosabatni shakllantirish, nutqiy faollikni oshirish va kommunikativ ehtiyojni rag'batlantirish. Mashg'ulot mazmunini bolaning yosh va individual xususiyatlariga moslashtirish, psixoemotsional to'siqlarni kamaytirish, logopedik ta'sirning barqarorligini ta'minlash. Logopedik mahoratni shakllantiruvchi asosiy muloqot kompetensiyalari. Verbal kompetensiya bu kompetensiya logopedning nutqi aniq, ravon va tushunarli tarzda yetkazish qobiliyatini ifodalaydi. Logopedning ovoz ohangi, nutq tezligi, so'z tanlashi va tushuntirish uslubi bolaning nutqiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Noverbal kompetensiya mimika, imo-ishora, tana harakatlari va vizual aloqa bolaning e'tiborini jalb qilish va muloqotni mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Logoped tomonidan qo'llaniladigan ijobiy noverbal belgilar bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi.
Empatik kompetensiya. Empatiya bolaning ichki holatini his qilish, uning hissiy kechinmalarini tushunish va ularga mos javob qaytarish qobiliyatidir. Empatik muloqot bolada xavfsizlik va qo'llab-quvvatlanish hissini uyg'otadi. Reflektiv kompetensiya. Refleksiya logopedning o'z faoliyatini tahlil qilishda, muloqotdagi xatolarni aniqlashda va ularni bartaraf etishga yo'naltirilgan jarayondir. Bu kompetensiya kasbiy o'sishning muhim omilidir. Pedagogik ta'sir kompetensiyasi. Bu kompetensiya bolaning xatti-harakatlarini boshqarish, motivatsiya berish va ijobiy natijalarga yo'naltirishni o'z ichiga oladi. To'g'ri pedagogik ta'sir logopedik mashg'ulotlarning samaradorligini oshiradi. Samarali muloqot kompetensiyalari rivojlangan logoped bolaning nutqiy muammolarini tezroq aniqlaydi. Individual korreksion yo'lini to'g'ri belgilaydi. Mashg'ulot davomida barqaror ijobiy muhit yaratadi. Bolaning mustaqil nutqiy faolligini rag'batlantiradi. Ota-onalar bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yadi. Trening texnologiyalari asosidagi metodika. Trening mashg'ulotlari yosh o'qituvchi logopedlarda muloqot ko'nikmalarini faol rivojlantirishga xizmat qiladi. Treninglar jarayonida faol tinglash, savol berish texnikasi, emotsional holatni boshqarish, terapevtik muloqot elementlari amaliy mashqlar orqali o'rgatiladi. Rolli o'yinlar va situatsion mashqlar metodikasi. Ushbu metodika real logopedik vaziyatlarni modellashtirishga asoslanadi. Reflektiv ta'lim metodikasi. Reflektiv metodika yosh o'qituvchi logopedning o'z muloqot faoliyatini tahlil qilishiga yo'naltiriladi. Mashg'ulotdan so'ng o'z-o'zini baholash, xatolarni aniqlash, kelgusida takomillashtirish yo'llarini belgilashni amalga oshiriladi. Video analiz va kuzatuv metodikasi. Logopedik mashg'ulotlarning video yozuvlar orqali muloqot jarayoni tahlil qilinadi. Ushbu metodika verbal va noverbal xatolarni aniqlash, muloqot samaradorligini baholash, o'z ustida ishlash imkonini beradi. Ko'p tomonlama muloqotning zarurati. Logopedik faoliyatda ijobiy natijalarga erishish logoped, bola, ota-ona va boshqa mutaxassislar o'rtasidagi uzviy tizimli muloqotga bog'liq. Ushbu subyektlar o'rtasidagi samarali hamkorlik nutq buzilishlarini aniqlash, tuzatish va oldini olish jarayonining uzluksizligini ta'minlaydi. Yosh o'qituvchi logoped uchun bu muloqot mexanizmlarini to'g'ri yo'lga qo'yish kasbiy mahoratning muhim ko'rsatkichidir. Logoped bola o'rtasidagi muloqotni takomillashtirish mexanizmlari. Logoped va bola o'rtasida muloqot terapevtik, motivatsion va rivojlantiruvchi xarakterga ega bo'lishi lozim. Logoped ota-ona o'rtasidagi muloqotni takomillashtirish mexanizmlari. Ota-onalar logopedik jarayonning faol ishtirokchisi hisoblanadi. Ota-onalarni bolaning nutqiy muammolari va rivojlanish bosqichlari haqida xabardor qilish, individual maslahatlar va muntazam uchrashuvlar tashkil etish, ota-onalarning savollariga empatik va tushunarli javob berish, hamkorlikka asoslangan ishonchli munosabatni shakllantirish. Logoped mutaxassislar o'rtasida muloqotni takomillashtirish mexanizmlari. Logopedik ish ko'p tarmoqli yondashuvni talab etadi. Shu bois boshqa mutaxassislar bilan samarali muloqot quyidagi mexanizmlar orqali amalga oshiriladi. Interdistsiplinar hamkorlikni yo'lga qo'yish, umumiy diagnostik va korreksion rejalarni ishlab chiqish, muntazam konsilium va muhokamalar tashkil etish, axborot almashinuvini tizimlashtirish, har bir mutaxassisning vakolatlarini aniq belgilash. Raqamli va innovatsion muloqot mexanizmlari. Zamonaviy logopedik amaliyotda raqamli texnologiyalar muloqotni takomillashtirishda muhim vositaga aylanmoqda. Hurmatli talabalar, shu bilan mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.